Uyg'uriston Bolalar Boshliq tadqiqot markazining tunji mas'uli Bilal Abdulvahobdan hammanglarga salom. Men Uyg'uriston Bolalar Boshliq tadqiqot markazining tunji mas'uli Bilal Abdulvahobdan hammanglarga salom. Men hozir sizlarga boshliq va planetlar to'g'riliq qisqa uqtirlarni beraman. Boshliq degan chog'da kallanglarga nim keldi? Bu boshliq degan qorong'u bir yermidi yoki bo'lmasa hech nim yo'q bir yermidi? Bu boshliq degan qorong'u bir yer va planetlar, yulduzlar, quyosh sistemasilar, galaksiyalar degandek narsalar bilan atroflangan qop-qorong'u yer, ya'ni olam bo'shliqi bo'shliq. Men hozir sizlarga planetlar to'g'riliq qisqa uqtirlarni beraman. Birinchi planetimiz Merkuriy. Merkuriyning havosi baxalita. Kunduzlari bek issiq, kechalari bek sovuq bo'ldi. Ikkinchi planetimiz Venera. Venera quyosh sistemasidagi eng issiq planet. Venera chaqmoqlar, undan keyin zaharli gazlar va yanar tog'lar bilan qoplangan. Uchinchi planetimiz Yer shari. Yer sharida uqtirlarni hammanglar bilasizlar. Bu Yer shari butun jonliqlar uchun bir tabiiy planet. Boshqa planetlarning hech qaysida odam yashayamaydi. Yoki bo'lsa hayvon, jonliqlar yashayamaydi. To'rtinchi planetimiz Mars. Bu Marsga hech kim chiqib boqmagan. Faqat roverlar, mashina odamlar chiqib boqqan. Beshinchi planetimiz Jupiter. Jupiter xuddi gilam tozlig'ish qilamga o'xshash, to'siq gilam tozlig'ish qilamga o'xshash xatarli kichik toshlarni tushuntirib oldi. Altıncı planet Saturn. Saturnda pek peyz bir iş var. Saturn'un nurgun ayları var ve bir tal iyi yani Io deb bir tal iyi var. O quyosh sistemasidagi birdan bir atmosferasi var ay. Atmosfera degan bu yer sharidan var bizni issiq yoki sovuq narsalardan qo'g'daydigan narsalar. 7 ve 8. planetimiz Uranus bilan Neptun. Neptun bilan Uranus ikkisi bo'ron bilan qoplangan. Bu bo'ronlar 1.055.000 deganda yillar burun bu bo'ronlar bo'lgan. Kelarki sonda sizlar bilan ko'rishay. Xayri xo'sh, kelarki sonda ko'rishaylik. Sizlarga bir yangilik yetkazmoqchiman. Uyg'uriston Bolalar Boshliq tadqiqot markazi qurildi. Undaqda Uyg'uriston Bolalar Boshliq tadqiqot markazining maqsadi nima? Bu bir simul xarakterli ilmiy organ bo'lib, NASA va European Space Agency qatorliq boshliq tadqiqot o'rinlariga taqlid qilingan bolalarning bir ilmiy organidir.
Uyghur STEM Ballar Boşluq Tədqiqat Mərkəzi ballarning ko'ngliga ilm-fan urug'i selib, astronomiya, ya'ni koinot bilimlariga qiziqtirishni va buni Uyg'ur yosh o'smirlar orasida iqimga aylantirishni, kelgusida ilm-fan va boshqa sohalardagi katta muvaffaqiyatlarga yetakchi bo'la oladigan Uyg'ur farzandlarining ko'plab yetilib chiqishiga turtki bo'lishini asosiy maqsad qiladi. Har bir Uyg'ur o'smir Uyg'ur STEM Ballar Boşluq Tədqiqat Mərkəzining tabiiy a'zosi bo'lib hisoblanadi. Bu mərkəzdə Uyğur ösmürlər qərarlıq halda növbətləşib, Uyğur STEM Boşluq Tədqiqat Mərkəzinin məsulluq vəzifəsini icra qılıdı. Dünyanın hər qaysı yerlərdən Uyğur STEM tor bekiti arqalıq Ballar Boşluq Tədqiqat Mərkəziga tizimlatqan ösmürlərə xizmət kinişkisi sübtida karta besib, poçta arqalıq əvətib verildi. Bu kartada şu əzanın isim familiyası, rəsmi, Uyghur STEM Ballar Boşluq Tədqiqat Mərkəzidəki vəzifəsi qatarlıq uçurlar Uyğurca və ingiliscə yazılğan boludu. Bu arqalıq ösmürlər özünü hazırdan başlap çoğun xalqaralıq ilmi orqanının rəsmi əzasıdək fəxrləniş və özünə işiniş toyğusu payda boludu. Şununla küçlük işinimiz ki, bu fəxrləniş toyğusu onların həyatındakı muvaffaqiyətlərə ulaşış qədimini tizildidir. Uyghur STEM Ballar Boşluq Tədqiqat Mərkəzinin məsulluğu qandaq bekitildi? Yaqinqi bir qancha ay ichida koinot haqida eng jiq izlangan va uni yozmacha va video shaklda Uyg'ur STEM tor bekiti va ijtimoiy taratqular orqali o'rtoqlashgan o'smirlar ichidan tanlandi. Tayyorlagan mazmunlarning Uyg'ur tilimizda bo'lishini kuchli tavsiya qilamiz. Agar bolalar mazmun tayyorlashda Uyg'urcha ifodalashda qiynalsa, o'zlari tarbiya elayotgan ma'rif tilda tayyorlasimi bo'ladi. 2020 yildan itibaren kelgusi bir qancha yilda Mars ekspeditsiyasi intayin qiziq nuqta bo'ladi. Har qaysi davlatlarda Marsga tekshirish mashinasi avatildi. Albatta bizmo Uyg'ur STEM Ballar Boşluq Tədqiqat Mərkəzi bo'lish sübtimiz bilan Uyg'ur STEM robot ijodiyatidagi o'smirlar bilan birlashib planet tekshirish mashinasi, ya'ni rover yasab chiqishni planlayapmiz. Keling, sepimizga qo'shiling. Ballarimizni bu yangilikdan xabardor qiling. O'smirlarni kelgusiga tayyorlaylik.